Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biz chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ning ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik. Va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qo'lli bo'ldi. Yaxshi. 12. Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Va uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir, mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Semiz. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Saytdan chaqirdik, Semiz. Ismi cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. U klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Mojid biza chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Men bu qiz bola klonni biza chaqirmagandik-ku. Stop, bitta tundim nechta? 3 ta klonmi? Bu nima bu? Eng qizig'i bo'lmasa do'stlar qaranglar, bu o'sha Darknet'da keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qismi boshlashadi. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 101 mingta like kerak. Va shundan keyin yana Darknet'da keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa hozirroq obuna bo'lishingiz kerak. Agarda sizlar mana shu videodan menga YP'ngi sveji 22 mingta yangi obunachi olib kelsanglar, men sizlarga Darknet'ning keyingi shartini bajaraman. Shuning uchun albatta o'rtoqlar hozirroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglarni va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatdi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar ham yo'qmishni bila olaman. Shuning uchun aytganini qilinglar va endi bo'lmasam bo'ldi. Qara, endi hozir vaziyatga seriozni qarash kerak. Maqsud, qara. Gambit oxirgi marta ko'rganimda pastda ko'zi oqargan edi, to'g'rimi? Da. Xo'p, ilk qiz bola klon albatta yig'layapti va qarasak o'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu Semiz ismi Pumba degan klon keldi. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qizig'i u hozir uyi ichida. Eng qizig'i chemodan ham pastda, ha. Brat, kel. Kim bu? Ben. Sup, kim? Ben tashlab keturlaring mana shunaqa, xo'p? Brat, ana u Semiz klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Bilan hozir yuzini ham ko'ra olmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilan. Voy, bilak, zo'r narsa bor menda. Ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq menda, jigar. Stop, o'yinchoq otdi. Voy, aytgan shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'zni ko'rsin. Все. Hop, kiring, tez kiring. Bunaqa qilmang. Aqaraga. Bu mayli, bu pastiga kim? Men bilmayman, siz chaqirgansiz. Bilet siz emas, okey, biz boy chaqirdik. Sirasdan unga o'tdi. Mana Gambit degani qaranglar, haridan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara. Men aytdim, qildim. Mana masalan, what the hell? O'yinchoq sanga mana. Hop, qarang, hop. Oshunda bu o'yinchoqcha nimadir chiqish kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tgan sari yoruvdim, to'g'rimi? Shoshmang, mana yirtilgan joy turibdi. Mana yirtilgan o'yinchoqchi nimadir bor. Aytilgan narsa shu? Da. Yo'q. Ko'zmi? Sassiq lekin mana bunaqa narsa. Nima bu? Teshigi ham bor ekan, bu bo'yinga osadigan anaqa mana bundan osib qo'yib. Men bundan turadi. Hop, nima qilamiz buni? balki kitobda yordam so'rab ko'rarmiz. Mojid kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam berar. Hop, bu qarang, men hozir tushunmayman, bu qanaqadir bu yeydigan narsaga ham o'xshayapti-da. Qurt emasmi bu? Tipo balkim yeyish kerakdir. Ishlab ko'rchi. Bet. Mana shu Isabella. Ismini baland baqirdi, balkim kelib qolmasin. Hop, mana. Ana, aytdim-ku. Stop, hop. Pastda bu haqida yozib qo'yibdi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni klonlarda bo'ladigan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qarang, hop. Demak, bu
qanaqadir muhim tosh. Hop, bu nimaga kerak o'zi tegi? Bu sizni to'g'rilash uchun kerak, biling. Qo'rqib o'rassan jigar. Ya aka, Hop, qaysi klonda suv bor ekan endi? shoshmanglar. Pastdan bu klon hozir bizning tuzog'imizda, to'g'rimi? Mana shu yerdan foydalanib tezroq chiqib olaylik bo'lmasani. Hozir o'sha suyuqligim puyuqligi dotdi. Qara lekin, bu katta semiz-ku klon. Shu uchun ham bitida tashlanamizda, tap olamiz. Cho'ntagida ham qattadir o'zi bilan bo'ladi, tushundingizmi? Tez harakat qilsa ulgurmaydi, qilguncha. Ketdingmi, day? Bitta duq bilan. Ketdik. Videoni xuddi mana shu joyda sizlarga juda ham muhim bir savol bermoqchiman. Tasavvur qilinglar. Sizlar Omonxonsizlar, ya'ni men. Va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilgan millionlab obunachilarga erishish. Ikkinchisi esa men yoshligimdan kinolarda ko'rgan va borishni orzu qilgan davlatlarimga tezroq borish, ya'ni sayohat qilish. Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Va to'g'risini do'stlar, men hozir juda ham qattiq sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga borgim kelyapti, Parijni ko'rgim kelyapti, Rimga borgim kelyapti. Lekin hozircha men mana shunaqa YouTube videolarini portlatib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish va sizlarga har xil emotsiyalar berish bilan ovoraman. Va aytgancha, agarda sizlar yaqin kunlarda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilinglar. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va bilasizlarmi, nafaqat aviasales.uz dan aviabiletlarni, balkim bemalol o'sha borgan davlatingizdan mehmonxonalarni ham bron qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham aviasales.uz dan foydalaninglar. Men esa yana mana shu YouTube videoga qaytaman. Ketdik bo'lmasam. Yo'q-ku. Mana bundan chiqib ketganda-ya. Gambit aka chiqarib yubordingizmi siz? Yo'q. Chiqarib olmadingizmi? Aytganim yo'q. Bular bo'lmasa hozir uyga yashamagan bo'lsa-chi? Bo'lsa siz uyga qarovlaysan bu yoqqa. Do'stlar, bu klon xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim yo'q. Mana bu yoqda-chi? As. Tashlanib qolsa ehtiyot bo'ling, brat. Hech kim yo'q bu yerda ham. Okey, omon tepada bo'lsa, demak, значит, tepani qaraydi o'zi. Или же eshitiladi-ku. Menimcha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar, qaranglar. Xuddi shu payt men hozir bitta ish qilmoqchiman. Men to'g'risini ham Gambitga ishonmayman umuman. Ayniqsa hozir ham Gambit kelyapti-da. Voy, tosh topib oldim. O'yinchoq nimadir qoldim dotdi. Men ishonmayman. Shu men o'ylashim bo'yicha Zibelani o'zi Gambitga o'yinchog'i bergan. Ha? Mana shunaqada bo'ling. Shuning uchun ham men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasam boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Yaxshi, berkitaylik. Qo'rqib ketdim. Uni semizligini ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak semiz. Unaqa prikol, qara. Ishiga qarang. Brat, Ishiga qarang. ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? O'ylashim bo'yicha tualetdan hech kim kitob qidirmaydi. Все, yopib qo'yamiz. Ana endi esa bolalarga ataylab ko'rsatib, chimadan bekitaman. Oh, Brat, Dag'ga eshikda kimdir qarab turibdi. Menimcha yana qiz bola klon keldi. nima? Gambit aka o'zingiz gaplashing u bilan. Siz yaxshi Ya kelishasiz. bu qiz bolami? Qaranglar, bolalar. Chiqmang, brat. Kim bu? Boshi klon bu. Eng qiziq chimadanga qarabdi. Xullas, bolalar qaranglar, bolalar. Gambitga yo'q keling, tez keling. Qaranglar, bolalar. Xullas, chimadanni mana shu berkitamiz Gambitga. Tushundingizmi? Pastga qo'yib qo'y, bundoq qilib. Ha. Faqat iltimos chimadan shotan hech kim sotmaydi. Yop derazani. Qani? So'y. Yo'q o'zi. Ko'rinmayapti. Nima qani? Yo'qmi qolmamchi? Yo'q qani? Ketgandir, chiqaylik tashqariga. Shoshma. Bu o'sha klon o'zi aniq. Xo'sh. Mana buni kim o'chirib qo'ydi? Tegmanglar, iltimos. O'zi qorong'i hamma yoq. Mana. Ada. Mana shu klon. Birga bir. Xuddi shu. Ko'ringlar. Yuzini oldingizmi siz? Ha, oldim. Faqat oynani orqasidan. Qani ko'ringlar kadri. Qattan u do'sti, ana o'ynamizni xuddi biz. Derazani taqillatyapti u. Qarang. Qatta u? Mashina og'ziga otdimi? Da, o'sha yerda. Qatta? Men ko'rmayman. Voy! Brat. Kattaligini qaragin buni. Kattaligini qara. Mana shunday. Bu klon Pumba 35 ta natijasi bor ekan. 35 ta. Bu eng ko'pi bu. Qaysi klon 35 ta odam yo'q qilib Bu bilasiz? eng yaxshisi. Bundan yaxshisi bo'lmaydi menimcha. Hop, endi nima qilamiz? Kimda qanaqa g'oya bor? Har doimgidek kontakt qilish bizga yordam bergan, gapga solib ko'rish. Qiz bilan ham boya shunaqa bo'ldi. Gaplashgandan keyin hamma narsa yavniylashdi. Rahmat. Hech kim yo'q? Yo'q. Shu. Bo'l, Chiqing Gambit aka. Brat. Mana shu yerda o'tirib turing, o'zingizlar boringlar. Shoshma, nima bu? Men qo'rqaman. Tez chiqaylik. Qayoqqa o'tib ketdi? Bu yoqqa o'tib ketdi, bu yoqqa. Bunaqasiga.
Nima bo'pti? Kim qotdi? Davay yaqinlashaylikchi. Menimcha goblinni o'ldirishga keldi. Qanaqa goblin u bizlar uyga kirmoqchi bo'ldi? Voy, Qani? ol. Nima qilyapti bu? Ey, kimsan? Yo'g'inma, brat. Nima qilyapti? Yo'q bilayman. Ey, sen ham chemodonni olib ketmoqchimisan bizlardan? Yo'q. Nima? Semizligini qarang buni. Ya baxshi lekin semiz ekan. Cho'chqami bu? Nima qilyapti? Ha? Brat. Qora eshik yopdim. Boltasi bilan bizani chopib o'rmoqchi bo'ldi-yu bu. Yutqizdilaring deydimi, ha? Bu bizani izdivatcha qilyapti bu bor. Yutqizdilaring dedi, ichim shuvillab ketdi. Hop. Biziga nima? Ana. Nima? Ana, oliyli kadrga. Ey. Derasan yo'q. Brat. Ching. Bolajonlar. Kim seni? Ey, menga qara. Sendeki bolajonlarichi, qirsillatib siyib oyoq qo'llarichi sindirib o'ldirgim keladi. Bilasan, qulog'imga shunaqa yoqadiki. Brat. Ket yordam, iltimos. Ey! Menga qarashmay odam meni ushlab o'tirgan edi. Endi hech kim yo'q. Yolg'izmiz. Otam? Katta otam deydi. Kim u otang? Katta odam shu qanaqa ota ekan? Odam o'zi sizlarni topadi. Otang? Siz nimaga kelamiz unga? Men chemadanga keldim. Sen? Chemodan. Bizni chiqarib olaylik, prosetlar. Ochi ona aka. Qarab turman. Meni boltam. Hamid aka. Boltamda. Boltasi? Bolta qanaqa? Yo'q. Mana suyuqlik. Suyuqlik ko'rding? Suyuqlikni ko'rsataman. Hamki kirosh kerak. Bular boshqa joyi yo'q. Do'stlar, xolos men hozir mana shkafga kirib oldim, xolos. Bular juda tor lekin. Bu paytda bolalar tashqariga qarab qochib ketishdi va hovlidagi hojatxonaga yashirinib olishdi. Haydi, bolakay topamiz. Hoş geldin. Kimdir kattı? Tuk. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Bittasi bo'lmasa, ikkinchisi bor. Ey. Do'stlar, nima bu? Shu qo'y. Yo'q, hech kim yo'q. Do'stlar, shu qo'rqib ketaman, даже nima qilish kerakligini tushunmayman. U qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Eng qiziq hozir operatorga kamerani berish kerak. Qayoqqa ketyapti? Do'stlar, bu klon meni tashlab ko'chaga chiqib ketdi. Eng qizig'i, bolalar ko'chada yordam berish kerak. Boltasini ko'rdingizmi uni? Yo'q, bu bizlardan nima holatda? Bizlarni yomon adrenalin bo'ldi. Bolalar qani? Qani? Yashin. Qara. Bekim ajab bo'lsa, bekim ajab.
Nega tutib olsam yomon bo'ladi, bolakay. Men tushunmayman nima qilishni. Bolani oldiga to'rt nimadir qilish kerak hozir. Boltasi bilan sindirib kirdi. Hech kim yo'q bu yoqda. Ket. Uchta chalishini qara. Yo'q, qo'rqtaligini qara. Yo'q. Hey! Mana kitobmandi. Mana. Semiz, kel.